ko'p eshitganmiz bu kishini. Taniymiz kim bo'lganligini bu kishini aslan. Bu kishi Xuroson podshohlarining birini o'g'li bo'ladi. Shahzoda. G'aflatda, o'yin-kulgida, maishatda, mulk-ko'chilikda, isrofgarchilikda yashagan. Kunlardan birida bir kishi kelib unga nasihat qilib aytdiki: "Ey Ibrohim, Alloh seni shu narsa uchun yaratganda o'ylaysanmi?" dedi. So'ngra ushbu oyatni tilovat qilib berdi. Astagfirullah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allohul malikul haqq. Robbimiz so'rayapti. Robbimiz siz bilan bizdan so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaymiz deb o'ylayapsizlarmi? Bu oyatlarni eshitganida Ibrohim Adham qalbi uyg'ondi. Iymonga qaytdi, yig'ladi. Shu kundan boshlab hayotini o'zgartirishga kirishdi. Mulkni tark qildi, ne'matlarda, huzur, halovatlarda hammasidan voz kechdi. Bag'dodga safar qildi. Mana shu joyda yashab, dinga berildi, ilm o'rgandi, shariat yo'lini mahkam tutdi. O'zini zamonasidagi eng salohiyatli insonga aylandi. Boyligidan kechgani uchun faqirona hayot kechirardi. Ustida bitta jundan bo'lgan kiyimi bor edi. Yeydigan narsasi bir burda qattiq non edi, bir kuniga. Va buni ana shu daryoda suvga chilab, yumshatib shu nonni yer edi. Bir kuni shunday hashamatli shahzodaning hayotini qo'yib, shu bir burda qattiq nonga ko'ngan odamning gapini qarang. Mana shunday kunda yashab turib nima der edi? Xuddi Umar ibn Xattobda aytgan so'zini aytgan edi. Nima dedi? Biz shunday saodatli hayotni boshimizdan kechiryapmizki, agar podshohlar va ularning bolalari bu hayotni mazasidan xabardor bo'lganlarida shu hayotni tortib olishligi uchun ustimizga qilichlar bilan bostirib kelishgan bo'lar edi. Avvalgi hayotini umuman eslamayapti. Nima uchun u faqirona hayot bo'lsa ham saodatli hisoblayapti o'zini? Chunki qalbi Allohning zikri bilan xotirjam bo'lyapti. Agar podshohlarning farzandlari biz totayotgan lazzat, huzur, halovatni bilganida qilichini ko'tarib kelib biz bilan jang qilgan bo'lar edi. Ulamolarning biri bu kishini qamab qo'yishdi. Avval yashab o'tgan salaf solihinlardan qamoqda turar ekan aytar edi. Shu qasrchalik, shu qamoqchalik oltinni sadaqa qilsam ham men hozir his qilayotgan ne'matni shukrni ado qila olmayman. Shunday zo'r yashayapman, shu qasrchalik keladigan oltinni ehson qilsam ham shukr ado bo'lmaydi. Qanaqa ne'matni ichidasiz? Axir qamoqdasiz u. Bu qanaqa ne'mat? U kishi aytdi, yo'q. Men bir lazzati ichidaman, odamlar uni bilmaydi. Qamab u kishini orqasidan eshik yopishganida tabassum qildi. Nimaga tabassum qilasiz qamalib turib? Robbimning bir oyati esimga tushdi. Astagfirullah. Faturiba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al'azab. So'ng ular bilan mu'minlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida oldida esa azob, do'zax bo'lur. U kishining mashhur so'zi: "Dushmanlarim meni nima qila oladi? Axir jannatim qalbimda bo'lsa." Yurtimdan haydab chiqarib yuborsa safar, qamab qo'ysa xilvat, Robbim bilan ibodatda bo'laman, o'ldirsa shahidlik. Ya'ni u kishining qalbidagi iymon har qanday holatda u kishining saodatli hayot kechirishligini ta'minlab beryapti, birodarlar.